أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Jinsiy zaiflikka Qur'oni Karimdan birgina oyat kifoya qiladi. Bu oyat va undan foydalanish sirlarini bayon qilishdan oldin barchangizga qutlug' Ramazon, g'animatlar oyi muborak bo'lsin deymiz. Imom G'azzoliy ro'zaning 3 martabasini ko'rsatib o'tadilar. Birinchi, avomning ro'zasi. Avomning ro'zasi qanday? Och qolish, suvsiz qolish, jinsiy munosabatlardan o'zini saqlash juda ham oddiy. Ikkinchi, xoslarning ro'zasi. Yemaydi, ichmaydi, ko'zlarini, quloqini, tilini haromdan saqlaydi. Qo'lini ham haromga uzatmaydi. Oyog'i bilan ham haromga yurmaydi. Har tomondan gunohlardan saqlanadi. Asl ro'za mana shu. Agar ko'zini haromdan, tilini g'iybatdan, yolg'ondan, chaqimchilikdan saqlamasa, xoslarning ro'zasi ochiladi. Ya'ni ro'za joyida bo'ladi, ammo savobi ketadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar: qancha ro'za tutadigan insonlar borki, tutgan ro'zasining unga hech qanday foydasi yo'q. Kechgacha faqatgina suvsiz va och yuradilar xolos. Binobarin avomning ro'zasi maqbul bo'lmadi. Nima uchun? Chunki ko'zi bilan haromga qaradi, qulog'i bilan haromni eshitdi, tili bilan haromni gapirdi, qo'lini haromga uzatdi. Shu sababdan ham qabul bo'lmaydi, ya'ni unda savob bo'lmaydi. Uchinchi, xoslar xostining ro'zasi. Ular Allohdan boshqa hamma narsadan o'zlarini saqlaganlar. Mosuvalloh, Allohdan boshqa biror narsaga iltifot ko'rsatmaydigan, e'tibor bermaydigan, faqatgina Allohning jamoliga ko'zlarini tikib, jamolulloh mushohadasiga ishtiyoqlari baland bo'lgan kimsalardir. Ro'zalarini ham mosuvallohdan aloqalarini uzgan holda tutadilar. Ya'ni Allohdan boshqa hech narsani istamaydilar. Albatta biz ularning holini anglay olmaymiz. O'rtadagisini biroz tushungandek bo'lamiz. Och qolish, suvsiz qolish bilan birga boshqa gunohlardan ham saqlanishni o'rgansak bo'ldi. O'shanda ro'za qabul bo'ladi, ya'ni savobga ega bo'lamiz. Ma'lumki, ro'zaning bir hikmati ham nafsni gunoh lazzatlaridan tiyish tormozini mustahkamlash uchun halol lazzatlardan ham tiyib tarbiyalashdir. Bu amal bu dunyo va oxirat uchun koni foydalarga liq to'ladir. Allohning ma'naviy ochil dasturxoni deyish mumkin. Olgan olib qoldi, qolgan qoldi. Bu g'animat kunlar mangu ortga qaytmaydi. Jinsiy zaiflik dardi Oli Imron surasining 191-oyati bilan davolanadi. Kundur moyiga 40 marotaba o'qib dam solib iste'mol qilinsa, tez fursatda quvvatlanadi. Bepushtlar ham xuddi shu usulni qo'llasa, bu darddan tezdan xalos bo'ladilar, farzandli bo'ladilar. Ma'lumot Shayx Tahanaviyning Bayozu Muhammadiy asarlaridan olindi. Marhamat oyat va kundur moyi manzili pastdagi birinchi silkada.